Assalomu alaykum savoqdoshlar. Bugun biz İstanbul yabancılar için Türkçe A1 degan kitobninki ikkinchi dars C qismidan boshlab so'zlashga boshlaymiz savoqdoshlar. İkinci darsninki C qismida nima ekan savoqdoshlar? Shahirda debdi. Shahirda deganimiz nima? Shahirda deganimiz shaharda debdi savoqdoshlar Uyg'urcha. Shahir deganimiz o'xshash shahar degan gap, da deganimizcha da ta qo'shimchasi dedik. Shahirda deganimiz Uyg'urcha shaharda degan gap. Endi bu dersimizni so'zlashdan burun savoqdoshlarga deb qo'ydiganim, biz bu ikkinchi darsninki C qismida Türkçedagi ism jumla degan bir xil jumla shaklini o'rganamiz savoqdoshlar. İsim jumla deganimiz nima deganda savoqdoshlar, biz odatda Uyg'urchada mushundaq jumlalarni tuzsak, ya'ni igi bilan ma'lum bir ismni kelib qisqa bir jumla tuzsak, faqat shu igini va ismni kelib qo'ysaqlam jumla bitgan bo'ladi. Misol, men o'quvchi. Shundaqmi savoqdoshlar? Men deganni akaldim, o'quvchi degan bu ismni akaldim va bir jumla qurilgan bo'ldi. Endi Türkçede bundaq desangiz bo'lmaydi demakchi. Ya'ni Türkçede men deganni nima deymiz savoqdoshlar? Ben deymiz. O'quvchi deganni-chu o'ranchi deymiz. Ya'ni akiliblam Uyg'urcha bilan o'xshash tafakkur qilib, ben o'ranchi desangiz bo'lmaydi demakchi. Buning keyiniga biz ma'lum bir qo'shimchalarni qo'shishimiz kerak. Degandek, ya'ni birinchi shaxsga qarata mushuningki qoidalarini biz oldi bilan o'rganishimiz kerak. Buni o'rgangandan keyin bu darsni tushunishimiz texmi osonga tushadi va texmi yaxshi o'zlashtira olamiz. Agar biz mushundaq ism jumlalarining keyiniga bu qo'shimchalarni qo'shmagan vaqtimizda bu jumlamiz kamtik bo'lib qoladi, tushuniksiz bo'lib qoladi, xato bo'lib qoladi. Shuning uchun biz buni to'g'ri bir yo'sinda o'rganishimiz va shu bo'yicha qo'llanishimiz kerak savoqdoshlar. Shuning uchun agar bu ism jumla qo'shimchasini agar bilmasanglar, bu darsni boshlashdan burun grammatika darslarininki ism jumla degan shu darsning grammatika qoidalarini bir qator ko'rib o'tgandan keyin, shuni bir o'rgangandan keyin, ondan keyin bu darsni boshlashinglarni tavsiya qilaman. U grammatika qoidalarini ko'rmasanglar yoki bilmasanglar, hozir bu darsni tushunishinglar biroz qiyinga to'xtishi mumkin savoqdoshlar. Shuning uchun sizlarni biladi yoki shu darslarni ko'rib o'rgandi deb turib, men bu darsni hozir boshlayman savoqdoshlar. Shu bo'yicha davom qilaylik. Qaraydigan bo'lsak, mayaga nima deb savoqdoshlar? Neredesin? Neredesin degan nima degan gap savoqdoshlar? Sen qayerda degan gap savoqdoshlar. Qaraydigan bo'lsak, nerede? Nerede degan nimatta? Qayerda degan gapda. Aslida Uyg'urchada biz qayerda desaklam bo'ladi, shundaqmi? Ammo buning keyin qarasak, sin qo'shimchasi bor savoqdoshlar. Neredesin? Sen qayerda degan ma'nosi chiqadi. Mushuni bilish uchun shu grammatika qoidalarini oldi bilan bir qatim o'rganishingiz, ko'rishingiz kerak demakchi. Keyin qarasak nima debdi? Evdeyim. Nima debdi savoqdoshlar? Uyda, ya'ni men uyda demakchi savoqdoshlar. Yana bayatın deganimizdek biz nima deydik odatda Uyg'urchada? Agar birisi bizdan savol so'rasa, sen qayerda desa, uyda desaklam gap tugaydi. Ya'ni uyda deganning tarjimasi amaliyotda evda. Ammo bu yerga nima kelibdi savoqdoshlar? Im yoki yim qo'shimchasi kelibdi. Shuni qanday qilamiz deganni dal men bayatın deb o'tgan shu grammatikaninki ism jumla degan darsidan topa olasiz demakchi. Keyin qarasak nima deb savoqdoshlar? Kimsin? Sen kim degan gap değil. Değil deganimiz nimatta? Emas degan gapdi. Endi bu yan tarafdagi dialoglarga qarab chiqaylik savoqdoshlar. Neredesin? Evdeyim. Ben öğrenciyim. Sen işte misin? Evet, işteyim. Hayır, işte değilim. Nima debdi? Sen qayerda debdi savoqdoshlar. Evdeyim. Nima debdi? Uyda debdi. Ben öğrenciyim. Nima debdi? Men o'quvchi. Yani demekçi ben öğrenci deb qo'ysangiz bu jumla xato demekçi. Yani Uyg'urcha tafakkur bo'yicha men o'quvchi deganni tarjima qilib, men deganni ben deymiz, o'quvchi deganni öğrenci deymiz. Shuning uchun ben öğrenci desangiz bo'lmaydi. Bunun keyiniga shundaq qo'shimchalar keladi. Buni shu grammatika darsidan bilalaymiz. Sen işte misin? Sen hozir ishdimi, ishlayotamsan debdi savoqdoshlar. Evet, işteyim. Hayır, işte değilim. Nima debdi? Hozir men ishda yoki nima debdi? Yo'q, men hozir ishlamas debdi savoqdoshlar. Endi keyin qarasak, hozirlik çalışması. Aşağıdaki yerleri resimlerle eşleştirelim. Nima debdi? Astidagi bu yerninki, joylarninki ismlarini bu resimler bilan juplashtiraylik, moslashtiraylik debdi. Qarasak bu yerda bir qanchalagan ismlar bor ekan, bularga bir qarab chiqaylik savoqdoshlar. Eczane, kasap, kuyumcu. Eczane deganimiz nima savoqdoshlar? Dorixona degan gap. Kasap deganimizcha Uyg'urcha o'xshash qassab degan gap yoki go'sht do'koni deb tarjima qilsak bo'ladi. Kuyumcu deganimizcha Uyg'urcha zagar yoki oltin zibuzunnat do'koni yoki shuni qiladigan kishi.
Hastane deganimizcha doktorxona degan gap, manav deganimizcha meva-cheva do'koni, ya'ni baqqal Uyg'urcha, postona deganimiz pochtxona, kafe deganimiz qahvaxona yoki choyxona degandek, mağaza deganimizcha magazin, do'kon degan gap savoqdoshlar. Sokak deganimiz ko'cha, kuaför deganimizcha satrachxona degan gap, ya'ni ko'pincha ayollarga qaratilgan, yana boshqa bir xil atilishi nima buningki? Berber, ha savoqdoshlar, berber, satrach degandan-ki. Park deganimizcha bog'cha degan gap, pastona deganimizcha tortxona degan gap savoqdoshlar, fırın deganimizcha savoqdoshlar navoyxona degan gap, ha savoqdoshlar. Boshqa bir xil ma'nosi shundoq doxovka, o'choq degan nima bildiradi. Agar navoy demoqchi bo'lsakchi, fırıncı deymiz, ha savoqdoshlar, fırıncı. Otel deganimizcha mehmonxona degan gap, market deganimizcha Uyg'urcha shu do'kon yoki talla bozori degan gap, banka deganimiz Uyg'urcha banka. Ya'ni mushu rasmlar qaysi-qaysininga mos keladi, shu bo'yicha shuni to'liqlab dezing demoqchi. Shu bo'yicha qilib olsanglar bo'ladi. Keyin qarasak savoqdoshlar nima debdi? Sizin semtinizda bu yerlardan hangilari bor? Nima debdi? Semt deganimiz savoqdoshlar mahalla, rayon degan gap. Sizning mahallangizda, sizning rayoningizda bu yerlardan qaysilari bor debdi. Ya'ni mahallangizda bulardan qaysisi bor, shu bo'yicha deb beqing, yezib beqing demoqchi. Keyin qarasak yuqoridagi yerlarda kimlar var? Nima debdi savoqdoshlar? Yuqorqi rasmlarda kimlar bor debdi. Ya'ni bu rasmlardagilar kimlar debdi. Biz bayatdan bu yerdagi yerlarning ismlarini o'rgandik, endi bu yerda ishlaydigan yoki bu rasmdagi kishilarning ismini dang demoqchi. Misol eczona dedik, savoqdoshlar, ya'ni dorixona dedik. Endi bu dorixonada ishlaydigan bu kishining ismi nima bo'ladi savoqdoshlar? Ya'ni dorigar demoqchi bo'lsak, eczacı, savoqdoshlar, eczacı. Eczacı desek, eczacı deganimiz dorigar degan gap bo'ladi. Mushning qarata o'zinglar to'shqizib olsanglar bo'ladi. Agar buning ichida bilmagan, tushunmagan yerlar bo'lib qolsa, inkas shaklda savollaringlarni so'rasanglar javob qilishga tirishaman. Endi keyin qarasak savoqdoshlar 31-betga o'qima, ya'ni o'qish qismiga qarayli dialogları okuyalım. Kim konuşuyor? Resimlerin altını yazalım. Nima debdi? Dialoglarni o'qiyli, kim gap qilyotidi? Konuşmak degan nima savoqdoshlar? Gap qilish, so'zlash degan gapdi. Kim gap qilyotidi? Resimlerin altını yazalım. Bu resimlerning ostiga yozib qo'yayli debdi. Neredesin? Nima ekan bu? Sen qayerda debdi savoqdoshlar. Qarasak bu yerda 6 tal resim bor ekan va bu yerda dialoglar bor ekan. Yani kim nima deyotidi, shu bo'yicha tepib chiqing demoqchi. Ya'ni bu odamlarningki ismlari bor ekan, shu bo'yicha bir o'qib boqaylar savoqdoshlar. Merhaba Mehmet, nasılsın? İyiyim Aslı. Sen nasılsın? İşteyim. Çok yoğunum. Sen neredesin? Ben de işteyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Nima debdi bu yerda? Merhaba Mehmet debdi savoqdoshlar. Nasılsın? Qanday ahvoling debdi. İyiyim Aslı. Nima debdi? Men yaxshi Aslı debdi savoqdoshlar. Sen nasılsın? Senin ahvalın qandaq debdi. İşteyim. Nima debdi bu? Men hozir ishda ishlayapman debdi savoqdoshlar. Çok yoğunum. Yoğun degan nimatda aldirash degan gapda savoqdoshlar. Çok yoğunum. Nima debdi? Men hozir bek aldirash. Sen neredesin? Sen qayerda debdi. Ben de işteyim. Nima debdi? Men bu ishda ishlayapman debdi. Görüşürüz. Nima debdi? Görüşemiz, keyin görüşeyli, xayr xo'sh debdi. Görüşürüz, xayr xo'sh debdi savoqdoshlar. Keyin qarasak keyingi dialogga Ali ve Cem de bu iki kişininki diyalogu ekan. Selam Cem. Neredesiniz? Selam Ali. Can kafedeyiz. Orası nerede? Taksim 7. caddede. Siz kaç kişisiniz? 2 kişiyiz. Mine de burada. Tamam. Orada görüşürüz. Nima debdi bu diyalogda savoqdoshlar? Selam Cem debdi. Cem degani bu qarish tarafninki ismi. Neredesiniz? Nima debdi? Siz qayerda debdi. Selam Ali. Can kafedeyiz. Nima debdi? Salam Ali, yaxshimisan Ali debdi. Can kafedeyiz. Nima debdi? Can degan bu qahvaxonada biz debdi savoqdoshlar. Orası nerede? Bu yer qayerda debdi. Cadde deganimiz nima savoqdoshlar? Ko'cha, yo'l degan gap. Sokakdan cho'ngroq bo'lgan yerlarni biz cadde deymiz savoqdoshlar. Taksim 7. ko'chada debdi. Siz kaç kişisiniz? Sizler qancha odam debdi. 2 kişiyiz. Mine de burada. Nima debdi? Biz 2 kişi Mine mu bu yerda debdi. Mine degani boshqa bir aylandinki ismi ekan. Tamam. Orada görüşürüz. Nima debdi? Ha bo'ladi, u yerda ko'rishayli debdi. Keyin qarasak, Pınar, Nalan debdi. 2 kişi var ekan, yana bularninki diyalogini ko'rib chiqayli. Merhaba Nalan. Ben okuldayım. Sen okulda mısın? Merhaba Pınar. Hayır. Okulda değilim. Evdeyim. Neden? Hasta mısın? Evet.
çok hastayım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nima depti bu yerda? Merhaba nalan depti. Ben okuldayım. Nima depti? Men mektepte. Sen mekteptimi depti. Merhaba Pınar, yaxshimisan Pınar depti. Hayır, yo'q. Mektepte emas, men uyda depti saboqdoshlar. Neden? Neden deganimiz nima? Nimishqa degan gapi. Nimishqa? Hasta mısın? Sen keselmi depti. Evet, çok hastayım. Nima depti? Ha, bek kesel bo'lib qoldim depti. Geçmiş olsun. Nima degan gapti bu geçmiş olsun degan? Mushundaq kesel bo'lgan yoki bir beshig'i balo afat, balo qazo kelgan kishilarga deydigan gapda saboqdoshlar. Yaxshi bo'lib qolsa, saqib qolsa, Alloh shifolik bersin degandek o'zining ko'nglini qanday qilibdi bildiribdi. Sağ ol, rahmat deb javob qaytiribdi. Endi mushu dialoglarga qarab, mushu rasmlar bilan qaysilari mos keladi ekan, shuningga qarata kim nima gapni qilyotidi, shuningga qarata moslashtirib baqing deb saboqdoshlar. Mushu bo'yicha moslashtirib qilib baqsanglar bo'ladi. Hammasini tekstdagi dialogning hammani tushungan bo'ldik. Endi keyin qarasak, aşağıdaki cümleler doğru ise de, yanlış ise ye yazalım. Nima depti? Astidagi cümleler to'g'ri bo'lsa de yazing, agar xato bo'lsa ye yazing bu katakning ichiga, bosh o'rinning ichiga depti. Aslı çok yoğun. Ali hasta. Nalan okulda değil. Mehmet ve Aslı işteler. Ali ve Mine Taksim'deler deb biz bu o'qigan dialoglarga qarata bu yerda jumla beribdi. To'g'ri bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa xato desanglar bo'ladi. Endi yan tarafga qarasak saboqdoshlar, ya sizcho debdi. Siz şimdi neredesiniz? Kaç kişisiniz? Nima debdi? Siz hozir qayerda? Sizlar qancha odam, qancha kishi debdi. Mushunga javob bering debdi. Mushunga o'rganganlaringlar bo'yicha javob berib baqsanglar bo'ladi. Endi keyingi betga 32-betga qarasak saboqdoshlar, dil bilgisi, ya'ni grammatika qismida biz boyatdan so'zlab o'tgandek isim cümleleri debdi. Ya'ni isim cümle degan bu cümle qurilmasiniki grammatikalik shaklini, grammatikalik qoidalarini bu yerda beribdi. Buningki tafsiloti boyatdan deganda grammatika darslarininki isim cümle degan grammatika qismida bular tafsiliy so'zlangan. Shuningdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu yerda ortiqcha to'xtalib o'tmaymiz. Agar tushunmagan yerlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi saboqdoshlar. Asla qarasak örnek, misal. Nima depti bu yerda? Nasılsın? İyiyim. Sen bugün yorgun musun? Hayır, yorgun değilim. Aç mısınız? Evet, çok açız. Neredesiniz? İstanbul'dayız. Onlar evli mi? Evet, onlar evli. Sen İngiliz değil misin? Evet, İngiliz değilim. Rusum. Nima depti bu yerda? Ahvolin qandaq depti? Yaxshi depti saboqdoshlar. Yorgun deganimiz nimadir? Harg'in degan gap. Sen bugün yorgun musun? Sen bugün harg'inmi? Hardınmı depti saboqdoshlar. Hayır, yorgun değilim. Nima depti? Yo'q, men bugün harmidim depti. Aç mısınız? Aç deganimiz nimadir? Birisiga mushu bir yerlarni, masalan, ishik degan yerni bir yerni ich saboqdoshlar. Ikkinchisi Uyg'urchaga o'xshash qo'rsoq ichish saboqdoshlar. Aç mısınız? Yani qo'rsoqing ochmi depti. Evet, çok açız depti. Ha, qo'rsoqimiz bak ochdi depti. Neredesiniz? İstanbul'dayız. Siz qayerda? Biz İstanbul'da depti. Onlar evli mi? Ular evli deganimiz nimadir? To'y qilganmi degan gap. Onlar evli mi? Ular to'y qilganmi depti. Evet, onlar evli. Ha, ular to'y qilgan, to'y qilib bo'lgan depti. Sen İngiliz değil misin? Nima depti bu yerda? Sen İngiliz emasmi depti. Bu yerdagi değil deganimiz emas degan gap saboqdoshlar. Agar buni akamay turib, sen İngiliz misin desa nima bo'ladi? Sen İngilizmi degan gap bo'ladi. Endi değil nakasi shu. Sen İngiliz değil misin? Sen İngiliz emasmi deb so'rabdi. Evet. İngiliz değilim, Rusum. Ha, men İngiliz emas, men Rossiyalik, men Rus debdi saboqdoshlar. Bu cümlenin şeklini mushu bo'yicha bilib olsanglar bo'ladi. Endi keyin qarasak saboqdoshlar, aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım. Nima depti? Astidagi boşluklarını örnekdeki o'xshash to'ldirayli depti. Onlar İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci. Nima depti saboqdoshlar? Ular İstanbul Üniversitesi'de o'quvchi depti. Mushuning keyiniga nima ekelimiz demekçi. Yani qaysi qo'shimchani ekelimiz. Bular ism cümleninki grammatikalik qoidalarida bor. O'sha bo'yicha to'shqatsanlar bo'ladi. Yani bu yerda nima depti? Onlar. Onlar deganimiz nima saboqdoshlar? 3-shaxs ko'plik. 3-shaxs ko'plikning mushundaq ism cümledeki qo'shimchisi nima bo'lsa, shuni qo'ysangiz bo'ladi demekçi. Ben evde değilim. Şimdi işte. Bunun keyiniga nima qo'yamiz? Biz bugün çok yorgun. Bunun keyiniga nima qo'yamiz? Shu bo'yicha bilib olsanglar bo'ladi. Tushunmagan yer bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Keyin qarasak, aşağıdaki soruları cevaplayalım. Nima debdi saboqdoshlar? Astidagi savollarga javob beraylik debdi.
Sen nerelisin? Evli misin? Siz Türkiye'de misiniz? Yorgun musun? Dersten sonra boş musun? Bu akşam neredesin? Çalışkan mısın? Aç mısın? Kaç yaşındasın? Hasta mısın? Yani bu suallarga öğrengenleriniz boyunca muşu isim cümle qo'shimchalarini ishlatib turib, ravan bir cümle bilan javob bering demekçi. Bunun içindeki hem cümlelerini hem sözlerini asasiyetini tushundinglar deb bildim. Ama yerdeki 5-siga qarasak, dersden sonra boş musun? Boş deganimiz nima savoqdoshlar? Bika quruq degan gap. Hamda bu yerda nima demakchi? Dersden sonra boş musun? Nima debdi? Dersdan keyin sen bikamo degan gap. O'sha bo'yicha javob bersanglar bo'ladi. Hamda 33-betga qarasak savoqdoshlar, dilleme yani anlaş kısmına qarasak, aşağıdaki sıfatları zıt ve olumsuz anlamlıları ile eşleştirelim debdi savoqdoshlar. Nima degan gap bu? Astidagi süpetlerini, süpet deganimiz nima savoqdoshlar? Süpet deganimiz qizil, ko'k, yeshil, igiz, paka, semiz, uruq degandek mushundaq so'zlarni süpet deymiz. Endi mushularni qanday qiling debdi? Bularga zıt, yani zıt deganimiz Uyg'urcha zıt, qarma-qarshi. Olumsuz deganimizcha bo'lishsiz degan gap. Mushundaq ma'nolari bilan eşleştiring, yani juplashtiring demekçi. Yani agar bir yerda igiz deb bo'lsa, paka deganni tanlang, bir yerda nima debdi? Aq desa, qara deganni tanlang demekçi. Ben ve arkadaşım. Nima debdi? Men ve dostum debdi savoqdoshlar. Bu yerlarda bir qancha so'zlar bor ekan, bularning tarjimasiga qarab chiqaylik savoqdoshlar va o'qilishiga. Uzak, boş, tembel, dağınık, dikkatsiz, hızlı, sessiz, sakin, geniş, kötü, fakir, yaşlı, çirkin, ucuz, önemsiz, güçsüz, kaba, cesur, zor, mutsuz. Endi bular nima degan gap desak savoqdoshlar, uzak deganimiz Uyg'urchaga o'xshash uzak degan gap, bosh deganimiz bosh, quruq, beka degan shundaq ma'nolarda, tembel deganimizcha vurun degan gap, dağınık deganimizcha tartibsiz, rad tartibsiz, qalaymaqan degan gap savoqdoshlar. Dikkatsiz deganimiz Uyg'urcha bilan o'xshash savoqdoshlar, diqqatsiz, diqqat qilmaydigan degan gap, hızlı deganimizcha tez, sessiz deganimizcha jimjit, ovozsiz degan gap, sakin deganimiz eg'ir besiq, o'zini tutib olgan yoki bir muhitga qarata shavqinsiz degandek shunday ma'nolarni bildiradi. Geniş deganimiz kengri degan gap savoqdoshlar, kötü deganimiz nachar degan gap, fakir deganimiz Uyg'urcha bilan o'xshash peqir yoki namrat degan gap, yoshli degancha qiri, yashangan degan gap, chirkin deganimiz sat, ko'rimsiz degan gap savoqdoshlar, ucuz deganimizcha arzon degan gap, önemsiz degancha muhim emas degan gap, güçsüz deganimizcha aciz, kuchi yo'q degan gap, kaba deganimiz qo'pol, cesur deganimiz Uyg'urcha cesur, zor deganimizcha qiyin degan gap, mutsuz degancha xushal emas, ko'ngli yerim degan gap savoqdoshlar. Endi aslidagi qaraydigan bo'lsak, yavaş, pahalı, güçlü, dar, sinirli, güzel, iyi, çalışkan, korkak, mutlu, düzenli, kibar, genç, kolay, zengin, dolu, önemli, konuşkan, dikkatli, yakın debdi. Bular hammasini mümkün savoqdoshlar süpet. Muşularninki tercümeleri bilen zıt keladiganlarini bir yerga akeling demekçi. Bularning tercümesiga bir qarab chiqsak, yavaş deganimiz asta degan gap, pahalı deganimizcha qimmat, güçlü deganimiz kuchlik, dar deganimiz tar degan gap savoqdoshlar, sinirli deganimiz achchig'i yomon degan gap, güzel deganimizcha chiroyli, güzel degan gap, iyi deganimiz yaxshi, çalışkan deganimiz tirishchan degan gap, qo'rqoq deganimiz Uyg'urcha o'xshash qo'rqoq degan gap, mutlu deganimiz xushal, düzenli deganimiz rad tartiblik degan gap, kibar deganimiz adablik degan gap savoqdoshlar, genç deganimizcha yosh, kolay deganimiz oson, zengin deganimiz boy degan gap, dolu deganimiz to'shaq degan gap, ya'ni to'shta degan gap, önemli deganimizcha muhim, konuşkan deganimizcha jiq gap qiladigan degan gap, diqqatli deganimizcha diqqat qiladigan, rioya qiladigan degandek ma'nolarda, yaqin deganimizcha yaqin degan gap. Hamda mushu sifatlar bilan bu sifatlarning orasidagi shundaq bir-birisiga zid kelganlarini to'shqizon demekçi. Misal yavaş degani nima dedik? Asta dedik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima bor ekan savoqdoshlar? Hızlı. Hızlı degani nima dedik? Tez dedik. Yavaş bilan hızlı qandaq bir-birisiga zid sifatlar mushuni akasangiz bo'ladi demekçi. Mushuning o'xshash ishlab olsanglar bo'ladi. Hamda keyindagi qarasak savoqdoshlar, matni dinleyelim, sifatlari kishilariga göre ishoratlayalım. Nima debdi? Tekstni anglayli, sifatlarini bu kişilerge qarata ishorat qilayli debdi. Qarasak, ben Aylin. Nima debdi savoqdoshlar? İki kishi bor ekan shundaqmi? Men va kimken Aylin. Endi bu tarafga qarasak, sifatlar debdi. Çalışkan, ciddi, yavaş, sessiz, komik, düzenli, hızlı, dikkatli, sosyal, eğlenceli.
Ben nima deyapti, Aylinni nima deyapti, ya'ni qaysi sifatlar bilan kimni sifatlayapti, shularga mos bo'lganlarini bu yerga yozayli demoqchi. Hamda bu sifatlarga qarab boqadigan bo'lsak, çalışkan, jiddiy, yavaş, sessiz, komik, düzenli, hızlı, dikkatli, sosyal, eğlenceli debdi savoqdoshlar. Bularning tarjimasiga qarasak, çalışkan deganimiz nima degan gapdi, tirishchan degan gapdi, jiddiy deganimiz-chu rasmiy gap qiladigan, bek chaqchaq qilmaydigan degan gap. Yavaş deganimiz-chu asta, sessiz deganimiz-chu vaqirab jaqirmaydigan, ovozsiz degan gap, komik deganimiz-chu komediylik, hajviy degan gap, düzenli deganimiz-chu rad tartiblik dedik, hızlı deganimiz tez, dikkatli deganimiz diqqat qiladigan, sosyal deganimizning asli ma'nosi ijtimoiy degan gap. Hamda bu yerdagi sosyalchu ijtimoiy aloqaga usta, boshqalar bilan oson chiqishib ketalaydi demoqchi. Eğlenceli deganimizcha shunday ko'ngil ichishni yaxshi ko'radigan, ko'ngil ochadigan degan ma'noda savoqdoshlar. Mushu bo'yicha tekstni bir anglab boqayli. Kim qanday sifatlarga ega ekan, shuni bilib chiqsak bo'ladi. Undaqda anglab boqayli. Ben ve Aylin çok iyi arkadaşız. Biz aynı işteyiz. Ben mühendisim, o mimar. Bizim bazı karakterlerimiz aynı, bazı karakterlerimiz farklı. Ben ve Aylin çok çalışkan, düzenli ve dikkatliyiz. Ama Aylin işte yavaş, ben hızlıyım. Aylin çok sosyal. Onun birçok arkadaşı var. Ben daha sessiz ve sakinim. O çok komik ve eğlenceli ama ben ciddiyim. Biz her zaman beraberiz. Aylin çok iyi bir insan. Onu çok seviyorum. Tekstni anglab chiqdik. Mushu bo'yicha ikkalanninki sifatlarini mushu yerga kim qanday sifatlarga ega bo'lsa, shu bo'yicha to'shqatsanglar bo'ladi. Hamda keyin qarasak savoqdoshlar, yozma, ya'ni yozish qismi. Siz nasıl birisiniz? Yukarıdaki sıfatları kullanalım ve kendimizi tanıtalım. Ne depti? Siz kandak bir adam depti savoqdoshlar. Yani sizniki karakteriniz kandak. Yukarıdaki süpetlerini kullanaylı ve özümüzni tanıtaylı depti. Yani bu ügengen bu süpetlerini işletip durup özünüzden karakterini bir dep bakın, yazıp bakın demekçi. Şu bu içe meşgul kılsanlar buludu. Keyin qarasak konuşma, sözleş basqıçı. En yakın arkadaşımızı tanıtalım. Ne depti? En yakın dostumuzni tanıtaylı depti. O kim? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Nasıl bir insan? Ne depti? O kim? Yaşı qancha? Nima ish qiladi? U qandaq bir odam depti. Mushularni deb baqing demekçi. Mushu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ladi. Endi keyingi betga qarasak 34-betga savoqdoshlar kültürden kültüre. Nima depti bu? Medeniyettin medeniyetga depti bu, kültürden kültürge depti. Mağazalar. Nima depti? Dukallar depti. Qaraydigan bo'lsak, yana bu yerda bir qancha davlatningki ahvollarini bizga, shularning medeniyetlerini, kültürlerini bizga ko'rsatib o'tmoqchi ekan. Mısır'da birçok mağaza sabah, öğleden sonra ve akşam açıktır. İnsanlar genellikle akşam alışverişte. Çünkü gündüz çok sıcak. Mağazalar cuma günü tatildir. Birçok insan camidedir. Ne depti? Mısır'da birçok deganimizda mesela arkadaşlar nurgun degan gapi. Nurgun dukallar ettigen öğleden sonra ne depti? Tushdan keyin ve akşam ochiq. İnsanlar genellikle akşam alışverişte. Ne depti? İnsanlar, adamlar genellikle deganimiz adette degan gapi. Adamlar adette akşam alışverişte. Nima depti? Akşamları savdo satiq qiladi degan gapi. Alışveriş deganimiz savdo satiq degan gap savoqdoshlar. Çünkü gündüz çok sıcak. Nima depti? Çünkü kunduzi qandaqkan çok sıcak. Nima depti? Bakmu issiq depti. Mağazalar cuma günü tatildir. Nima depti? Dukallar cuma günü dam oladi depti. Tatil deganimiz bu yerda dam olish. Birçok insan camidedir. Nima depti? Nurg'ulg'an insonlar jamida, masjidda depti savoqdoshlar. Bu Misrninki ahvol ekan. Endi yan tarafga qarasak nima ekan bu yer? Nega o'xshayotidi? Yaponiya ekan bu. Japonya'da mağazalar saat 10'da açıktır. Birçok mağaza haftada bir gün kapalıdır. Ama bugün her zaman pazar değildir. Büyük şehirlerde sadece birkaç mağaza 24 saat açıktır. Bu mağazalar istasyonlardadır. Ne depti? Yaponya'da dukallar saat 10'da açıladi depti. Nurg'ulg'an dukallar haftada bir kun kapalı deganimizni savoqdoshlar itik. Nurg'ulg'an dukallar haftada bir kun itik, taqaq,
Ama bugün her zaman pazar değildir. Nima depti? Ama bu taqaq itik bo'ladigan kun her vakit yakshanba kuni bo'lmaydi debdi. Yani boshqa kunlardimi dam oladi debdi. Yani bu kunlar almışıdı, o'xshash bo'lmaydi demoqchi ekan. Büyük şehirlerde sadece birkaç mağaza 24 saat açıktır. Nima depti? Çoğu şehirlerde fakat sadece deganimiz fakat degan gap, fakat ve fakat birkaç mağaza 24 saat açıktır. Nima depti? Bir qancha dukan 24 saat ochiq. Bu mağazalar istasyonlardadır. Nima depti? Istasyon deganimizda savaqtashlar bekat, stansa degan ma'noda savaqtashlar. Bu dukanlar qayerda ekan? Bekatlarda, shundoq poyezd stansiyaları, metro stansiyaları, bekatlarda deganda shundoq yerlarda demakchi. Endi keyin qarasak savaqtashlar, bu Turkiya ekan, Turkiyadagi AVM, yani alışveriş merkezi degandagi ekan. Bunga qarab baqayli. Türkiye'de mağazalar genellikle 9'da açıktır. Kapalı gün yoktur. Hafta sonu mağazalar çok kalabalıktır. Büyük şehirlerde çok sayıda alışveriş merkezi vardır. Nima depti? Türkiye'de dukanlar adette 9'da açıladi depti. Taqaq, yani açılmaydigan gün yok depti. Hafta sonu deganimiz nima? Shanba, yakshanba, hafta oxiri degan gap. Hafta oxiri dukanlar bakmu avat. Kalabalık degani nima dedik? Avat, adamcıq degan gap. Büyük şehirlerde çok sayıda alışveriş merkezi vardır. Nima depti? Çoğu şehirlerde nurg'unlagan savdo setiq merkezi bar depti savaqtashlar. Shuna qilib bu yerda bizga bir 3 davlatninki ahvolini bergan bo'pti. Endi yan tarafga qarasak savaqtashlar, ülkeleri yazalım. Nima depti? Davlatlarini yazayli depti. Cuma günü mağazalar kapalıdır. Küçük şehirlerde 24 saat açık mağaza yoktur. Büyük şehirlerde birçok alışveriş merkezi vardır. Gündüzleri az insan alışveriştedir. Nima depti bu yerda 4 tane cümle beribdi shundaqmi? Biz o'qigan bu tekstga asosan. Mushuning ichida bu cümleler qaysiga mansub, qaysini ifoda qilyotidi, shuni tepib chiqing demoqchi. Bu intayin oson, hozir ham menga tushunib bo'ldinglar deb bilaman. Mushu bo'yicha ishlab qo'yasanglar bo'ladi. Keyin qarasak, sizin ülkenizde mağazalar nasıldır? Birkaç cümle yazalım. Nima depti? Sizning davlatingizda, sizning vataningizda dukanlar qandaq, dukanlarning ahvoli qandaq, qanchada ochiladi degandek birkaç cümle yazalım. Yani bularga asosan bir qancha cümle tuzib o'rganganlaringizni pishiqlab baqing demoqchi. Endi asli qarasak, sınıf dili. Qarasak savaqtashlar, aşağıdaki kelimelerin türü nedir? Örnekteki gibi yazalım. Nima depti? Astidagi sözlerinki türü nima depti? Yani bu isimmi, fe'ilmi yoki sifatmi demoqchi. Örnekteki gibi yazalım. Nima depti? Misaldagiga o'xshash yazayli depti. Qarasak bu yerga nima depti savaqtashlar? Isim. Onun kendince sıfat. Sıfat degan nimatda sifat degan gapda zamir. Zamir deganimiz ega degan gap savaqtashlar. Men sen u degandek shu jumladagi ishninki qilg'uvchisi, ya'ni egisi. Mesela mayaga qarasak savaqtashlar ben depti shundaqmi? Ben, yani men deganimiz nima depti bu yerda? Zamir depti, yani bu ega depti. Keyin qarasak güzel, öğrenci, kız, o, biz, kısa, elif, kırmızı. Dep bu yerde 9 tal söz varken muşularını türge ayırın depti. Yani qaysi sifat, qaysi isim, qaysi ega demekçe savaqtashlar. Sifat degan nimatda egiz, pasimiz, uruq degandeklar bo'lsa, bu sifatda savaqtashlar. Men sen u degandek shu jumlaningki qilg'uvchisi bo'lsa, nimatda bu ega. Uningdan keyinchi qalam, daftar, o'chirgich degandeklarcha bular ism. Mushu bo'yicha bularni turga ayring demakchi. Mushu bo'yicha qilib baqsak bo'ladi. Endi ikkinchisiga qarasak savaqtashlar, sayfa 22'ye bakalım. İsim, sıfat ve zamirleri bulalım. Nima depti? 22. betga qarayli, isim, sifat ve igilerini tapayli depti. Şu 22. betga qarab, qaysi sözler isimga tava, qaysi sözler sifatga tava ve qaysi sözler igiga tava, shularni tepib chiqayli demoqchi ekan. Shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ladi. Endi men yan tarafga qarasak nima depti savaqtashlar? A'lanelim, öğrenelim. Nima degan gap bu? Biraz ko'ngil açaylı, oynaylı ve ögüneyli depte. Aşağıdaki örneğe bakalım. Okuldan bir nesne seçelim. Arkadaşlarınız sorular sorsun. Nesneyi tahmin edelim. Nima depti? Astidagi misalga qarayli. Maktabdan bir narsa tanlayli. Arkadaşlarınız sorular sorsun. Nima depti? Dostlarınız sual sorusun.
nesneyi tahmin edelim. Nima debdi? U narsani biz taxmin qilib baqayli, tepib baqayli debdi. Bu sınıfta mı? Evet, sınıfta. Masada var mı? Hayır, yok. Duvarda mı? Evet, duvarda. Bu saat mi? Hayır, saat değil. Tahta mı? Evet, doğru cevap tahta. Bunu bir tercüme qilib chiqsak saboqdoshlar, ancha-muncha tepishmoqqa o'xshab qoladigan bir dialoglar ekan. Qaraylar. Bu sınıfta mı? Nima debdi? Bu sınıftimi debdi. Ha, sınıfta. Masada var mı? Nima debdi saboqdoshlar? Ustalda bormi debdi. Yo'q, yo'q debdi. Duvarda mı? Nima debdi? Tamdimi debdi. Ha, tamda. Bu saat mi? Nima debdi? Bu saat mi? Sening demoqchi bo'lganing debdi. Hayır, saat değil. Nima debdi? Yo'q, saat emas debdi. Tahta mı? Doska mı debdi. Evet, doğru cevap tahta. To'g'ri javob doska deb javob beribdi. Yana shundoq sinfdagi yanıngizdagi do'stlaringiz bilan paranglashib, ma'lum bir narsani palani deb desin, sen buni tepib baq demoqchi ekan. Ya'ni so'z o'yiniga o'xshash, tepishmoqqa o'xshash. Mushu bo'yicha mashq qilib, o'zinglarningki o'rganganlaringlarni texnik pishiqlab baqsanglar bo'ladi. Endi keyingi betga qarasak saboqdoshlar, 35-betga neler öğrendik debdi. Nima o'rgandik biz bu ikkinchi darsda debdi. Ya'ni o'zingizni bir qanday qilib baqing, imtihon olib baqing, hisob so'rab baqing demoqchi. Qaraydigan bo'lsak, aşağıdaki yanlışlıkları düzeltelim. Nima debdi? Astidagi xatolarni tuzatayli, to'g'rilayli debdi saboqdoshlar. Ben 24 yaşındasın. Qaraylar, bu yerda bir narsa binormal saboqdoshlar. Ben 24 yaşındayım deyishimiz kerakkan, bu yerda nima debdi? Ben 24 yaşındasın deb keyindagi ism jumlaning qo'shimchisini xato berib qo'yibdi. Mushuni tuzatayli demoqchi. İkincisiga qarasak, masada 3 kitaplar var. Nima debdi saboqdoshlar? Ustalda 3 kitaplar bar debdi. Biz nima degan edik? Mushundaq ismlarning ko'plik shaklida oldiga 1 2 3 degandek bundaq sonlar kelsa, keyindagi larlar kelmaydi degan edik saboqdoshlar. Shuning uchun buning xato yeri qaysi ekan? Masada 3 kitaplar var emas, nima ekan? Masada 3 kitap var deyishimiz kerak ekan. Shuningga o'xshash bularni tuzitib baqing debdi. Hammasi sizlar tushunadigan so'zlar, shu bo'yicha qilsanglar bo'ladi. İkincisiga qaraydigan bo'lsak, aşağıdaki cevaplara sorular yazalım. Nima debdi? Aslidagi bu javoblarga savol yazayli debdi. Qaraydigan bo'lsak, hayır, yorgun değiliz. Nima debdi bu yerda? Yo'q, biz harmidoq debdi. Yo'q, biz harmidoq degandan-ki savoli nima bo'ladi demoqchi. Ya'ni mushaga, mushunga munosib savolni qo'ying demoqchi. Albatta, bu yerdagi javob hayır, yorgun değiliz degandan-keyin yo'q, biz harmidoq degandan-keyin bu yerda qarashtirib, buningga nima deydi? Marhaba deydigan yoki siz ochmisiniz, to'qmisiniz yoki adınız ne deganda gap kelmaydi, shundaqmi? Mushunga nima mas bo'lsa, shuni to'shqizing demoqchi saboqdoshlar. Mushu bo'yicha qilsak bo'ladi. Keyinga qarasak, 3 aşağıdaki sıfatların zıt anlamlarını yazalım. Nima debdi? Astidagi sifatlarininki qarma qarshi ma'nolarini yazayli debdi. Genç, şişman, mutlu, tembel, çirkin, fakir, uzun, dar. Bularninki asosiy jihatdan tercümelerini biz bilamiz, o'rgandik. Şişman degan nima saboqdoshlar? Semez degan gapda qolganlarini bilamiz. Endi bu yerdan keldik. 4-siga aşağıdaki soruları cevaplayalım. Nima debdi? Endi astidagi bu savollarga javob berayli debdi. Siz neredesiniz? Siz qayerda? Ankara nerede? Sınıfta masa var mı? Bu savollarga javob berayli debdi. Bularni masa asosiyatdan qila olasizlar, shu bo'yicha qilsanglar bo'ladi. 5. Aşağıdaki kişileri yerler ile eşleştirelim. Nima debdi? Astidagi bu odamlarni, ya'ni bu kasblarni bu o'rin bilan moslashtirayli demoqchi. Ya'ni doktor degan bir so'z bo'lsa, doktor degan qayerda ish qiladi saboqdoshlar? Doktorxonada, shundaqmi? Navoiycho Navoiyxonada, zagarcho zagarxonada degandek, shuningga o'zi bilan mos, ya'ni moslashtiring demoqchi. Misal doktor, öğretmen, eczacı, kasiyer, tezgahtar, postacı, garson, resepsiyonist. Market, otel, eczane, mağaza, lokanta, okul, hastane, postane. Muşularını özara moslashtirsanlar bo'ladi. Agar tushunmaydigan so'zlar bo'lib qolsa, so'rasanlar bo'ladi. Endi keyin qarasak saboqdoshlar, öz değerlendirme. Nima degan edik biz buni? O'zini baholash degan edik. Bunları Türkçe yapabilir misiniz? Her cümle için kendinize bir puan veriniz. Yapamam, biraz yapabilirim, yapabilirim, iyi yapabilirim, çok iyi yapabilirim.
Biz bularning tarjimasini birinchi darsda deb o'tdik. Shu bo'yicha bilsanglar bo'ladi. Astidagi bu jumlalarga qarasak savatdaşlar, kendimi tanıtabilirim. Yaşadığım yere, evime, yurduma ilişkin bilgiler, adres, telefon numarası ve başkalar verebilirim. Sayıları, fiyatları, telefon numaralarını anlayabilirim ve söyleyebilirim. Otel kayıt formu gibi belgeleri doldurabilirim. Kısa ve basit metinlerdeki temel bilgileri anlayabilirim. Nima depti? Özümni tunutalayman. Yaşıgan yani turvatkan yerimge, öyümge, yurtumga münasibetlik uçurlarını yani adres, telefon numara qatarlıq uçurlarını diyelayman. Üçüncüsü nima depti? Sayıları, fiyatları, telefon numaralarını anlayabilirim ve söyleyebilirim. Nima depti? Sallarını, bahasını, telefon numaralarını qanday qilalayman, tushunayman ve sözleyalayman depti. Otel kayıt formu gibi belgeleri doldurabilirim. Yani mehmonxonaniki jadvaliga o'xshagandek shundaq jadvallarni qanday qilalayman, to'shqizalayman. Kısa ve basit metinlerdeki temel bilgileri anlayabilirim. Kısa ve addi tekstlerdeki asaslık mezmunlarını, uçurlarını qanday qilalayman, tushunayman debdi. Muşların derecesiga qarata, agar bak yaxshi tushunsangiz 5, agar tushunolmasangiz 1 degandek mushuning oralig'idagi nomerlarni qo'yib, o'zingiz baholab baqing demoqchi. İkinci dersteki sözler, yeni sözler asas cəhətdən muşula. Bunların tərcüməsini asas cəhətdən bir qatar görüb çıxqan bolduq. Əgər bilməyən sözlər olub qalsa, lüğətini aqtırıb baxsanlar boladı, yoki bək bilənməsənlər, sorusanlarmı boladı. Şunun bilan ikinci dərsimizmi tamamen tügəgən boldu savaqdaşlar. Savaqdaşlarning dərslərini yaxşı təkrar qılıb, yaxşı özləşdirib məşğul tiləkdaşman. Keləcək dərsimizni görüşəcək. Mənə salamat, aman bolunlar. Allah'a emanet.